Hammaga assalomu alaykum. Mana yonimda juda ham qimmatli sovg'a turibdi. Men uchun juda qadrbaland. Nima endi eski gazeta shekilli ishga shoshilmanglar. Eski gazetaligi to'g'ri bir hisobda, lekin bu kim tarafidan berilganligi juda muhim. Ya'ni unda yana nima borligi ham juda muhim. Xo'p, gazeta 2017-yil 14-dekabrda chiqqan Qishloq oqshomi gazetasi. Juda mashhur matbuot emas, mashhur gazeta emas, lekin bunda bir yaxshi inson o'zini tarjima qilgan she'rini chop ettirgan ekan. Marina Svetayevadan degan sarlavha ostida. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, hozirgina yarim soat oldin juda ham bir ilmli, olim inson bilan hamsuhbat bo'lish nasib qildi. Nasib qilsa, u kishi bilan podkast olish niyatim bor. Tanlanganlar podkastining birinchi mehmoni bo'ladi u kishi. Fizika, matematika fanlari nomzodi, dotsent Jo'raqul Rahmatjon domla. Aslida hamsuhbatingiz siz bir maslahat olmoqchi bo'lgan odam, hayotiy tajribasi baland inson bo'ladigan bo'lsa, uni hayotiy tajribasi kattaligini hisobiga maslahatlari juda ham qadrli va qimmatli bo'ladi. Endi siz gaplashib turgan odam hayotiy tajribasi katta bo'lish bilan birga yoshligidan ilm yo'lida yurgan, ilm yo'lida yurib sochiga, soqoliga ot tushgan odam bo'lsa, endi u maslahatlar oltindan ham qimmatroq bo'ladi. Nimaga bu gaplarni deyapman? Men podkast qilmoqchi bo'lgan inson 2 kam 80 yoshda, 78 yoshli olim odam. Xudo olsa, tanlanganlar podkastining birinchi mehmoni bo'lishga bundan ortiqroq loyiq mehmonni bilmayman hozirgi kunda. Domla bilan gaplashganmiz, rozi bo'lishgan. Xudo olsa, suhbatni, podkastni yaqin kunlarda uyushtiramiz. Buni menga domla sovg'a qilib olib keldi. Mening yo'nalishim asosan kitob targ'iboti bo'lganligi uchun, kitobxonlik, o'zimning qiziqishim mana shu yo'nalishda bo'lganligi uchun badiiy tarafga qiziqqanligimni bilib, domla o'zini tarjima qilgan she'rlari bor ekan va o'zi yozgan she'rlar bor ekan. O'shalarni olib keldi. Bu joyda mana bu gazetada tarjima qilgan she'ri chop etilgan ekan. Va alohida e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, men domlaning mutaxassisligini aytdim. Fizika, matematika fan nomzodi, dotsent, ilm qilgan odam. Shu bilan birga qalbi adabiyotga juda ham yaqin. Yana alohida domlaning ta'rifini aytganda, birinchi o'rinda odam xayoliga keladigan narsa domladagi juda ham bir o'zgacha halimlik, yumshoqlik, birovning qalbiga ozor berishdan butkul uzoq insonligini alohida aytishlik kerak. 78 yoshdaligini aytdim, yoshlari ulug'. Bu kishini maslahatlarini, qiziqarli suhbatini syomka qilib, xudo olsa, tanlanganlar podkasti ostida YouTube'ga joylaymiz. Bu joyda menga o'zlari ko'rsatib, tartib bilan o'qib chiqasiz dedi. Sizlarga ham ko'rsatib qo'yaman. Mana bu joyda 3 ta list domlaning o'zi yozgan she'r. Buni Telegramda Taqdir shamoli degan kanalimiz bor. Ana shu kanalda e'lon qilamiz. Va eng qiziqlari, tarjimonlik faoliyati oson ish emas. Ayniqsa u tarjima she'rga oid bo'lsa. Qaysidir she'rlarni o'zbek tiliga o'girish uchun juda ham so'z boyligi katta bo'lish kerak insonning. Bundan tashqari, o'sha g'arb adabiyotidagi shoirni ruhiyati bilan, shaxsiyati bilan qisman yaqin bo'lmasa, tarjima ancha zaif bo'lib qolishi mumkin deyshadi. Mana bu joyda hamma taniydigan mashhur Sergey Yeseninning she'rlarini Jo'raqul Rahmatjon domla o'zlari tarjima qilgan ekan. Buni ham Kitob satrlar kanalida e'lon qilamiz. Bundan tashqari mana maqola bor. Maqola nomi bir o'qib ko'ring. Bu joyda yoshlarda hozirgi kunda kitobxonlik ancha tushib ketgan, kitobxonlik darajasi shu mavzuni yoritish kerak, kitobxonlikka targ'ib qilish kerak degan ma'noda domla kichik maqola tayyorlagan ekanlar. Nomi bir o'qib ko'ring. 4 ta listda domlaning o'zini fikrlari, o'qigan adabiyotlardan parchalar keltirilgan. Bularni ham o'qib, nasib qilsa balki video orqali ham yetkazamiz. Mana o'sha gazetada chop etilgan she'r Marina Svetayevadan. Marina Svetayeva. Bu mashhur shoir inson bo'lgan ekan. O'zini osib o'ldirgan, juda ko'p qiyinchilik ko'rgan, hattoki
yegani, oilasini boqqani hech narsa qolmaganda o'zini to'plagan kitoblarini, yozgan kitoblarini olib chiqib, sotib, oilasini ta'minotini qilishlik uchun, farzandlari och qolmasligi uchun sotib, o'sha oxirgi puliga non olib kelib, shu holatda og'ir hayot kechirgan va oxiri bu qiyinchiliklarga chidolmasdan o'zini osib qo'ygan, o'zini osib o'ldirgan deb domla juda bir ta'sirli qilib aytaverdi. Shu shoir ayolni she'rini tarjima qilgan ekan domla. Buni ham alohida Kitobiy satrlar kanalida e'lon qilamiz. Endi domlani metodika, ya'ni 45 yillik tajribasi bor o'qitish bo'yicha, ya'ni o'qituvchilik, ta'lim sohasida, muallimlik sohasida 45 yillik tajriba. Bu hazil gap emas. Odam qaysidir yo'nalishda 10 yil yurib qo'ysa, o'zini ekspert sanashni boshlaydi o'zi aslida. O'zi 10 yil ham kichkina muddat emas, haqiqatda ekspert bo'ladi. Lekin 45 yil bu juda katta muddat. O'zini domla hayotiy tajribasi va ilmiy bilimlarini o'qitish san'atdir degan maqolaga jamlab yozib qo'ygan ekan. Buni o'sha o'qituvchilar yoki pedagogika yo'nalishiga qiziquvchi insonlar bo'lsa, o'qisa foydadan xoli bo'lmaydi deyishdi. Buni nasib qilsa eng oxirida o'qiymiz. Boshdagi kichkina iqtibosni o'qib bermoqchiman. Lev Tolstoy Urush va tinchlik asarini domla juda ham yaxshi ko'rishini aytgan edi. Mana shu maqolasi, ya'ni o'qitish san'atdir maqolasiga birinchi mana shu mashhur asardan kichkinagina iqtibos keltirgan ekanlar. Keksa knyaz Balkonskiy qizi knyazina Mariyaga har kuni geometriya va algebradan dars bergan. Buni ataylab keltirgan domlaning yo'nalishi algebra, ya'ni matematika, fizika bo'lganligi, aniq fanlar bo'lganligi uchun mana shu urush va tinchlikdagi shu kichkina parcha domlar uchun qiziq tuyulgan. Ya'ni knyaz o'zini qiziga matematikani o'rgatyapti. Bu demak alohida bu fanda yana ham o'rganish kerakligiga urg'u berib o'tgan degan ma'noda shu parchani keltirgan ekanlar. Nasib qilsa bularni hammasini Kitobiy satrlar kanalida asta-sekinlik bilan yoritib boramiz. Balki videolar ham qo'yib yoritaman. Hozircha shular, domla bilan xohlasa podkastimiz chiqsa alohida e'lon qilamiz. E'tibor bilan ko'rganingizga rahmat.